Hurmatli jangchilar, ishdan charchab keldim. Hech narsa yoqmayapti demasdan katta bolalarni olinglar chiqing ko'chaga. Mana zo'rg'a chiqdim hozir. Ketdik dada, boraylik, aylanaylik dedi. İmkoniyat bor, foydalanib qolish kerak. Qachondir keladi, shu aylanishimizga ham imkoniyat bo'lmaydi. Chiroyligini qarang. Maza qiling, dam olib. Jangchi, bir nima deb qo'y. Dada. Ha. Ketdi, muzqaymoqqa qarab haydama, orqangdan yuraman, davay. Opasi boshla muzqaymoq yedaligini. Bilasan sen. Ichkarida bo'ladi-da. Muzqaymoq yegani boramiz hozir.